Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugundan arab alifbosi darslarimizni boshlaymiz. Va bu darslarimizda arab alifbosi darslarimizni o'qishlikda Muallim soni kitobini asos qilib olamiz. Demak, mana shu hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Muallim soni kitobi asosida darslarimiz davom etadi. Muallim soni kitobini muallifi Ahmad Hodiy Maqsudiy rahimahulloh bo'ladilar. Bu kishi o'tgan asrda yashab o'tgan olimlardan, Tataristonlik olim. Bu kitob boshlang'ichlarga, mubtadiylarga mo'ljallangan, ya'ni arab tilida biron bir ma'lumotga ega bo'lmagan, hatto harfni ham tanimaydigan boshlang'ich mubtadiylarga mo'ljallangan kitob. Bu kitob juda qulay va sodda uslubda yozilgan, juda barakotli kitob. Buni hammamizga ma'lum, bizda O'rta Osiyo mamlakatlarida barcha mana shu kitobdan o'qib o'rganadi. Juda mashhur kitob, ya'ni barchamizga. Shuning uchun biz ham inshaalloh mana shu kitobdan darslarimizni davom ettirishlikdan niyat qildik. Alloh taolo o'zi bardavom qilsin, barchamizga manfaatli qilsin. Demak, mana shu kitob asosida darslarimiz davom etadi. Bu kitobni boshlashdan oldin arab tilini, ya'ni arab alifbosi va arab tilidagi lafzlarni to'g'ri o'qiy olish, to'g'ri nutq qila olishlikning ahamiyati haqida bir qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Demak, bu arab tilidagi lafzlarni, kalimalarni va to'g'ri o'qiy olishlik arab alifbosini tanib, arab harflarini tanishlik har bir musulmon kishiga vojib bo'lgan amallardan bu. Mo'min erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, musulmon kishilarga vojib bo'lgan amallardan. Nega? Chunki hammamizga ma'lum, bizda dinimizning asosi bo'lgan Qur'oni Karim kitobi, Robbimizning kitobi bu arab tilida nozil bo'lgan. Siz agar Qur'on kitobni to'g'ri o'qiy olishni istasangiz, bu o'z-o'zidan arab tilini o'rganishingiz kerak. Arab tilidagi harflarni o'rganib, kalimalarni to'g'ri o'qib, to'g'ri nutq qila olishingiz kerak. Shuning uchun, demak, har bir musulmon kishi bu arab tilidagi harflarni bilishligi shart. Va yana ibodatlarimiz ham, xossatan namoz. Unda o'qiladigan oyatlar, suralar, duo va zikrlar barchasi arab tilida. Boshqa tillarda o'qiladigan bo'lsa, namoz bo'lmaydi, namoz sahih bo'lmaydi. Misol uchun, agar namozda o'qiladigan duo va zikrlarni o'zimizda o'zbek tilida o'qiladigan bo'lsa, namozimiz sahih bo'lmaydi. Namoz bo'lmaydi demak. Shuning uchun bu arab tilidagi harflarni tanish va bu kalimalarni to'g'ri o'qiy olib, to'g'ri nutq qila olish juda muhim bo'lgan amallardan. Har bir musulmon kishi bilishligi shart. Shuning uchun shu niyatda inshaalloh bu darslarimizni boshlashlikni niyat qildik. Barchaga manfaatli qilsin, Alloh taolo o'zi bardavom qilsin. Demak, bu arab tilini boshqa yana bir tillardan o'ziga xos bir xususiyatlari haqida bir qisqacha yana gapirib o'tamiz. O'ziga xos xususiyatlaridan, misol uchun arab tilida kalimalar, so'zlar o'ngdan chapga qarab o'qiladi. Boshqa tillarda, misol uchun, xosatan o'zimizning tilimizda chapdan o'ngga qarab o'qiladigan bo'lsa, arab tilida o'ngdan chapga qarab o'qiladi. Va yana arab alifbosida 28 ta harf bor. Va mana shu 28 ta harfning hammasi undosh harflar. Undosh harflar, ya'ni unli harflarni esa harakatlar ifoda qiladi. Harakatlar bildiradi, ya'ni. Va yana arab tilini, arab alifbosini yana o'ziga xos xususiyatlaridan va arab tilidagi harflarning har birini 4 xil shakli bor. Misol uchun, arab tilidagi har bir harf o'zi alohida yozilgan paytida o'ziga xos bir muayyan shaklga ega bo'ladi va so'zni boshida kelsa xos muayyan shaklda, so'zni o'rtasida kelsa o'ziga xos muayyan shaklda va shu so'zni orqasida, eng oxirida kelsa muayyan bir shaklda bo'ladi. Ya'ni 4 xil ko'rinishda yoziladi. Shunga o'xshash yana o'ziga xos bir boshqacha arab tilidagi harflarni, arab kalimalarini bir o'ziga xos xususiyatlari bor, ya'ni. Demak, biz Muallim soni kitobini o'qishlikni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz
arab tilidagi 28 ta harfni tanib yodlashlik. Ya'ni har bir harfni o'zini nomini o'qib yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu arab alifbosi. Demak, mana bu arab alifbosida 28 ta harf bor. Bu harflarni har birini o'ziga xos ismi. Ya'ni har bir harfni o'zini bir nomi bor. Mana shularni yodlab olishimiz kerak. Va keyingi bosqichda inshaalloh harakatlarni o'rganamiz va bu harflarni bir-biriga qo'shib o'qishni o'rganamiz. Va yana keyingi bosqichlarda so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qishni o'rganamiz. Inshaalloh mana shunday darslarimiz davom etadi. Demak, bugungi darsimiz birinchisi arab harflarini nomlari bilan tanishish. Yuqorida aytganimizdek, arab tilida harflarimiz o'ngdan chapga qarab o'qiladi. O'ngdan chapga qarab o'qishni boshlaymiz. Demak, mana bu bizda birinchi harf. Bu harfning ismi alif. Alif deb nomlanadi. Demak, bu harfimiz ismi alif. Va keyingisi ba. Ba. Yana shu ma'lumot o'rnida aytaman. Hozir harflar bilan qisqacha harflarning har bir harfini o'z nomi bilan qisqacha tanishib o'tamiz va keyingi bosqichlarda har bir harfni o'z o'rnida batafsil tushuntiriladi. Ya'ni mahrajlari haqida, harakatlari haqida batafsil keyinroq sharhlanadi. Hozir faqat harflarni ismi bilan tanishib o'tamiz. Va keyin yana bu darsimiz yana ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Mubtadi boshlang'ichlariga mo'ljallanganligi uchun tajvid qoidalariga juda chuqur kirib ketilmaydi. Qisqaroq kerakligicha o'z o'rnida sharhlab batafsil tushuntiriladi-yu, lekin tajvid qoidalariga chuqur kirishmaymiz. Chunki bu mubtadilar, boshlang'ichlar uchun mo'ljallanganligi uchun yengilroq, sodda ko'rinishda uslubda darsimiz davom etadi. Inshaalloh bu kitobimizni tugatganimizdan keyin nasib bo'lsa, niyat qilganmiz, keyingi bosqichlarda tajvid qoidalariga asoslangan alohida bir dars qilamiz inshaalloh. Demak, yana biz darsni davom ettiramiz, harflarni nomi bilan tanishamiz. Demak, mana birinchi harfimiz alif. Alif. Va ikkinchisi ba. Ba. Shu tarzda talaffuz qilinadi. Va keyingisi ta. 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 Va uchinchisi, keyingisi sa. 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 Shu yerda yaxshi e'tibor beramiz. Mana bu yerda 3 ta harf bo'ldi. 3 ta harfni shakli bir xil. Farqi faqat nuqtalarida. Mana bunda ba harfida nuqtamiz pastga qo'yildi. Bunda tepaga 2 ta nuqta qo'yildi. Sa harfida esa tepaga 3 ta nuqta qo'yildi. Demak, shakli bir xil, lekin nuqtalari bilan farqlanadi. Shunga yaxshi e'tibor beramiz. Demak, mana bu harfda sa dedik. Sa. Bu harfda og'iz bo'shlig'idan paydo bo'ladigan o'rni yana mahraji tish va tildan paydo bo'ladi. Ya'ni tilda uchini tepa tishimizga qo'yamiz. Sa mana shu yerdan paydo bo'ladi. Hali bu harfni o'ziga alohida kelganimizda, o'ziga alohida bir mavzu ajratiladi. O'shanda rasmlari bilan o'sha mahrajini kengroq sharhlaymiz. Hozir qisqacha bo'lsa ham ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Demak, sa deb talaffuz qilinar ekan. Keyingisi jim. Jim. Keyingisi ha. 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 Keyingisi xo. Xo. Mana bu 3 ta harfni ham yuqoridagi o'xshash shakllari bir xil. Faqat farqi harflar, nuqtalarda. Shakli bir xil, faqat farq nuqtalarda. Demak, mana bu jim harfida o'rtaga bitta nuqta qo'yilyapti. Ha harfida bironta nuqtasi yo'q.
Xoda esa tepasiga nuqta qo'yilyapti. Demak, farqi mana shunda ekan. Shakli bir xil, faqat nuqtalar bilan o'zgaryapti. Demak, birinchi qatorda yana bir takrorlab olaman, yodda qolishligi uchun. Birinchisidan boshlayman, o'ngdan chapga qarab o'qishni. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo. Shu tarzda bo'ladi. Keyingi qatorga tushamiz. Dal, dal, dal. Va keyingisi zal, zal, zal. Bu harfni ham mana bu sa harfiga o'xshash, mahraji bir-biriga yaqin. Ya'ni til va tishdan paydo bo'ladi. Tepa tishimizga tilda uchini qo'yib chiqaramiz. Zal, za. Mana shunday paydo bo'ladi. Buni ham o'z o'rnida batafsil inshaalloh sharhlanadi. Yana e'tibor qaratamiz mana bu ikkita harfga. Bularning ham shakli bir xil. Faqat farqi nuqtada. Mana bunda nuqtasi bor, bunda nuqta yo'q. Demak, shakli bir xil, faqat nuqtasi bilan farqlanyapti. Keyingisi ro, ro, ro. Shu tarzda bo'ladi. Keyingisi za, za. Buni ikkita ismi bor. Bu harfning ikkita nomi bor. Birinchisi za, ikkinchisi zay. Shu tarzda talaffuz qiladi. Demak, za desak ham to'g'ri, zay desak ham to'g'ri. Demak, ikkita nomi bor ekan. Va bu ikkita harf ham bir-biriga o'xshash. Shakli bir xil, faqat mana bunda nuqta yo'q, mana buni tepasida bitta nuqta bor. Farqi shunda, nuqtalarda farq, lekin shakli bir xil. Keyingisi sin, sin. Keyingisi shin, shin, shin. Mana bu harflarga ham e'tibor beramiz. Shakli bir xil harflar, farqi nuqtada. Demak, sin harfida nuqta yo'q, shin harfida ustida 3 ta nuqta bor. Shundan farqlanadi. Bu harflarimiz bir-biridan yozilishda hech farqi yo'q. Illoki nuqtasida. Demak, shunga yaxshilab e'tibor beramiz. Bu qatordagi so'nggi harf sod, sod, sod. Bu harflar yuqoriroq o'qiladi va tillar yoyilib, ko'tarilib, og'iz to'lib havo chiqadi. Sod, sod. Shu tarzda bo'ladi. Demak, bu qatorda ham yana bir takrorlayman. Boshidan dal, zal, ro, za yoki zay. Ikkita ismi bor dedik. Za, zay. Keyingisi sin, shin, sod. Keyingisi dod, dod, dod. Bu ham yo'g'on o'qiladigan harflardan. Og'izda tilimizni tepaga ko'tarib, og'iz to'lib havo chiqadi. Dod. Bu har bir harflarni o'z o'rnida yana batafsil kengroq tushuntiriladi. Mahrajlari haqida va suratlari bilan kengroq batafsil tushuntiramiz. Hozir faqat nomlari bilan tanishamiz. Keyingisi to, to, to. Keyingisi zo, zo, zo. Demak, bu harflarga e'tibor beramiz. Ikkalasining shakli bir xil. Mana bunda nuqta yo'q, mana buni ustida bitta nuqta bor. Farqi nuqtalarda, lekin shakli bir xil. Keyingisi ayn, ayn, ayn. Keyingisi g'oyn, g'oyn. Mana bu harf fa, fa, fa. Mana bu harf qof, qof, qof. Bu qatorda yana takrorlayman.
ضاد طا ظا عين غين فا قاف. keyingisi kaf kaf lam lam mim 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 nun nun nun. keyingisi vav vav. Shu vav harfiga yaxshi e'tibor beramiz. Bizda vav harfini talaffuz qilishda ko'p xatolar bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik o'zbekcha talaffuz qiladi. Ya'ni buni bizda o'zbek tilida vav harfini chiqish o'rni, ya'ni mahraji pastkilab va tish, tepa tishdan bo'ladi-da. Va deyishadi-da. Arab tilida esa unday emas. Bu tishlar ishtirok etmaydi vav harfini paydo bo'lish chiqishligida. Ikkita labdan chiqadi. Vav, ya'ni ikkita labni ozroq oldinga chiqarib uchaytiriladi-da, lablar qisilib chiqariladi. Ya'ni ikkita labni o'zidan paydo bo'ladi harf. Vav, yana ham hali keyingi darslarda inshaalloh vav harfi haqida yana batafsil gapirib o'tamiz. Shu yerda ham qisqacha ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Demak, vav harfini talaffuz qilishlikda tish umuman rol o'ynamaydi. Tishdan chiqmaydi harf. Bizda xato ko'pda, she'rda ko'pchilik shunday xato qilib o'qiydi. Va deydi. Va. Ya'ni pastki labni tepa tishga qo'yib talaffuz qilishadi. Bu xato bu, ya'ni. Inshaalloh yana o'z o'rnida kengroq batafsil tushuntiramiz. Keyingisi ha. Mana bu lam, alif. Bu ikkita harfdan tashkil topgan bir birikma bu. Alif bilan lam. Demak, lam alif. Lam alif deyiladi. Oxirgi harfimiz ya. Demak, bu oxirgi harf qatorni yana takrorlayman. Kaf, mim, nun, vav, ha, lam, alif. Shu tarzda bo'ladi. Demak, har bir harf bilan tanishib chiqdik. Shu harflarni ismlarini, ya'ni nomlarini yaxshilab yodlab olamiz. Keyingi bosqichlarda inshaalloh harflarning harakatlari bilan tanishamiz va har bir harflarni bir-biriga qo'shib o'qishlikni o'rganamiz. Demak, bugungi darsimiz inshaalloh shulardan iborat. Keyingi darslarimizni davom ettiramiz. Alloh taolo darslarimizni manfaatli qilsin, bardavom qilsin. Keyingi darslarda inshaalloh ko'rishguncha subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.